Yangi Zelandiya Bosh Ministri Jakinda Ardern o'z davlatining eng cho'ng savdo hamrohi bo'lgan Xitoy bilan bo'lgan ixtilofning barg'ansari cho'ngayotganligini aytdi. Jakinda Ardern bu so'zni 3-may kuni Yangi Zelandiyaning Okland shahrida o'tkazilgan Xitoy savdo boshliqlar yig'inida qilgan bo'lib, u Xitoy bilan Yangi Zelandiya orasida qilmaydigan, qilolmaydigan va qo'shilmaydigan ishlar borligi, biroq bu ixtilof ularning munosabatini belgilamasligi kerakligini ta'kidlagan. Xitoy bilan yarışning barg'ansari qiyinlashayotganligini ta'kidlagan Ardern, biz Uyg'urlar haqidagi og'ir andishimizni oshkor o'tirib qo'ydik. Shuni e'tirof qilishimiz kerakki, Xitoy bilan Yangi Zelandiya birlikka kelolmaydigan nurg'un masalalar bor degan. Yangi Zelandiya Xitoyni tanqid qilish to'g'risida Yangi Zelandiya, ئامېرىكا، ئەنگىلىيە، كانادا، ئاۋسترالىيەنى o'z ichiga olgan 5 ko'z istixborot va bexatarlik guruhining bisimiga uchrab kelgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning barg'ansari ichiga qarta bosqinchi va sirtqi qarta tajovuzchi pozitsiyada bo'layotganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2-may Amerikadagi CBS televiziya kanalining 60 minut nomli programmasining ziyoratini qabul qilib, Hong Kong va Uyg'ur masalalarining Xitoyning ichki ishi emasligini bildirdi. O Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasining irqiy qirg'inchilik ekanligini ta'kidlab, biz Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini azaytish uchun ularning tug'mas qilinganligini ko'rdik. Biz yana ularning mengasining yuyilganligini, madaniyat va urf-odatlarining rad qilinganligini, ularning faqatla Uyg'ur bo'lganligi uchun bostirish harakatlariga nishon bo'lganligini ko'rdik degan. Blinken mundaq degan: bu tartibga xiris qilgan yoki uningga buzg'unchilik qilmoqchi bo'lgan har qanday bir davlatni ko'rganimizda biz bu to'g'risida bir ish qilamiz. Biz o'rnimizdan dast turib bu sistemani qo'g'daymiz. Avstraliya strategiyalik siyosat instituti e'lon qilgan Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishi to'g'risidagi dokladda ismi tilga ilingan 14 cho'ng Yaponiya shirkatidan ikkisi Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini to'xtatganligini jakarlagan. Uzun yillardan buyon Yaponiyaga Sharqi Turkistondan zo'r miqdorda pomidor import qilayotgan Yaponiyaning eng cho'ng yemak-ichmak shirkati Kagome shirkati bilan Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishligi bor deb qaralgan Kyokara shirkati 27 aprel kuni Xitoy bilan bo'lgan ticari munosabatini butunlay uzganligini jakarlagan. Egilinishcha, o'tgan yili 3-oyda Avstraliyadagi strategiyalik siyosat instituti e'lon qilgan dokladda Uyg'urlarga ilib berilayotgan majburiy emgak bilan chetishligi bor deb qaralayotgan 14 yapon shirkatiga o'rin berilgandan keyin Yaponiya Uyg'ur jamiyati darhol harakatga o'tib, bu shirkatlarning xo'jayinlariga 2 qatim xat yozgan va muxbirlarni kutib olish yig'inlari chaqirgan. ئەنگىلىيە تاشقى ishlar ministri Dominik Raab Rossiya va Xitoy tahditiga qarshi o'xshash qimmat qarashi bor va ko'p taraflik tuzumni qo'g'dashni xohlaydigan davlatlarga bo'lgan talab va ehtiyojning kunsari eshiyotganligini aytdi. ئەنگىلىيە tashqi ishlar ministri Dominik Raab va Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinken 7 tashqi ishlar ministrlari yig'indan ilgari ko'rishdi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotida ikkilarning Rossiyaning davom qilayotgan muqimsizlik harakati qatorliq muhim nuqtalarni muzokara qilganligi va Sharqi Turkiston rayoni va Hong Kongdagi faoliyatlari uchun Xitoyni javobgarlikka tortish kerakligi o'tirib qo'yilgan. Yig'inda yana Afg'oniston, Eron va Efiopiyadagi yangi taraqqiyotlar muzokara qilindi. Filippin Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Janubiy dengizida chorlayotgan dengiz qirg'iqi qo'g'dug'uchi paraxodlarni to'sib olishi va parakandichiligiga inkos qaytarib, Xitoyning harakatining ikki davlat munosabatiga ziyon yetkazganligini bildirdi. Ministrlik bayonotida Xitoy paraxodlarining Filippin dengiz qirg'iqi muhofazat atridi qo'mondonlik shtabiga tava paraxodlarni to'silib qilishiga va Bajodi Masenlok atrofida chorlayotgan bu paraxodlarga qarshi xatarlik harakatlarni elib borganligiga norozilik bildirgan bayonotda yana Xitoyga tava paraxodlarning Filippinning dengiz tavallikidan ayrilishi kerakligi ta'kidlangan. Filippin Tashqi ishlar ministri Teodoro Locson Xitoyning harakatining ikki davlat munosabatiga ziyon yetkazganligini aytgan. Filippin mudofaa ministri, garchi biz Xitoyning harbiy kuchining bizning ko'p ilg'or ekanligini qabul qilsakmi, ammo bu bizning milliy manfaatimizni, xalqimizning izzat hurmatini qo'g'dashga to'sqinlik qilmaydi.